Ko'pchilik Westminsterga topshirayotganlar top 3 ta mashq xatoni qilishadi va afsuski imtihonni yiqilib qo'yishadi. Bu videoda men sizga 3 ta yechimni beraman va yechimlardan keyin albatta siz grantga bo'lgan yo'lingizni bemalol boshlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Lazizbek Matyoqubov. Men 3 yildan beri 100 dan ortiq o'quvchilarga Westminsterga kirishga yordam berganman va 10 dan ortiq o'quvchilarga grantga kirishga ham yordam berganman. Bu videoda boya aytganimdek albatta shu muammolarga yechimlarni ko'rib chiqamiz. Eng birinchi muammomiz bu albatta kirishda bo'ladigan sistemani yoki bo'lmasam tizimni bilmaslik. Shuning uchun ham keling, 2 minut ichida sistema qanaqa ko'rinishdaligini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda siz tanlab olishingiz kerak o'zingiz yo'lingizni. Birinchi yo'li bu kontraktga kirish, ikkinchisi bu grantga kirish. Va darsni boshidan tushunib ketishimiz kerak. Agarda sizda SAT bo'ladigan bo'lsa, siz Westminster grantga kira olmaysiz. Eslab qolamiz dars oxirigacha. Nimaga buni aytayapman? Nimaga ko'pchilik bo'ldi men grant olaman, tam SAT 1200, 1500 qilsam men grant kiraman. Yo'q, bunaqa narsa Westminsterda ishlamaydi, afsuski. 2026-yil informatsiyasi bo'yicha. Yo'limizni tanlaymiz. Agar siz kontrakt kirmoqchi bo'lsangiz, IELTS 6, SAT bilan topshiradigan bo'lsangiz, SAT matematika qismi 570 bo'lishi kerak va bularni topshirganingizdan keyin siz bemalol kontraktga kirsangiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li bu IELTS 6 va kirish imtihoni. Kirish imtihonida 50 dan baland olsangiz bo'ladi. Bu bizda kontrakt bo'yicha. Lekin grantda tizim sal boshqacharoq. Keling grantni ko'rib chiqamiz. Grant uchun birinchi siz IELTS'ingiz qancha baland bo'lsa, shuncha yaxshi. Ikkinchisi bu kirish imtihonidan qancha baland ball olsangiz, shuncha yaxshi. Nimaga unaqa deyapman? Nimaga desa hozir pastda mana formula kelib chiqadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Matematika bizda 40% olyapti, IELTS'imiz bo'lsa 60% olyapti va aynan shu formula orqali sizning umumiy ballingiz hisoblanadi. Shuning uchun ham birinchi topshiradigan kirish imtihoningizni ham cho'tki qilishingiz kerak. IELTS ham imkon darajasida baland bo'lishi kerak. Masalan, sizda imkon bo'lsa IELTS boshini topshirishga, buni topshira olish kerak. Nimaga desa bu grant yutishga stoyid va grant yutishdagi investitsiya desak bo'ladi. Xo'p, kirish imtihonini o'tib oldik. Tasavvur qilamiz, siz 80+ oldingiz va IELTS ham 7,5+. Undan keyin shu formula orqali hammani ballari hisoblanadi va shu ball orqali bitta list tuziladi va shu ro'yxatdan top 200 ta yoki 300 ta endi topshirayotganingizga qarab sizni grant imtihoniga ikkinchi bosqichga chaqirishadi. Va aynan shu yoqda yana shu sistemada yana boshqacha ko'rinishda yana imtihonlar bo'ladi. Eng muhimi bu tushunib oldikki, SAT bilan grantga kira olmaymiz. Shuning uchun ham kirish imtihonini cho'tki topshirishimiz kerak. Birinchisidan agarda sizda grant bo'ladigan bo'lsa, ya'ni maqsadingiz va shundan keyin ikkinchi imtihonga ham alohida tayyorlanishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi xato. Bu matematikani levelini va sistemasini aniq bilib olishimiz kerak. Ko'pchilik o'ylaydiki, DTMni men yaxshi bilsam, milliy sertifikatni yaxshi bilsam, men Westga ham kirib ketaman va Westda ham grantda ham bemalol yutaman deydi. Lekin agarda siz uni tizimini yaxshi bilmaydigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa West o'ziga ham kira olmasligingiz mumkin. Buni men qayerdan aytayapman? Nima esa ko'p tanishlarim va men eshitgan situatsiyalarga qaraydigan bo'lsak, matematika esa yaxshi, tam masalan SAT'si bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'zi DTMda yaxshi biladigan bo'lishi mumkin, mavzularni zo'r bilishi mumkin, lekin imtihonga kirganida bu albatta hamma narsa yo'qotib qo'yadi, o'zini yo'qotib qo'yadi. Nimaga desa tizim boshqacha va matematikada ham boshqacha. Farqlarni keling ko'rib chiqamiz. Birinchi farq bu albatta imtihonni formati. Nimaga desa bu kompyuterda bo'ladi va kompyuterda albatta test ko'rinishida bo'ladi. Qo'shimchasiga siz yozma savolni ham kompyuterda yozib, tushuntirib yechimingizni ko'rsatish kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu albatta imtihonni tili inglizcha bo'ladi va qo'shimcha inglizcha matematika ham bo'ladi. Nimaga inglizcha matematika, oddiy matematikaning nima farqi bo'ladi desangiz, u yerda formatlarning ham farqi bo'ladi. Nimaga desa, eng oddiy farqi, masalan bizda o'zbekchada biz hozir 1.12 deydigan bo'lsa, biz virgul qo'yamiz. Lekin inglizcha matematikada u yerda nuqta bo'ladi. Hattoki shu kichkina detallar ham sizga ancha ball qo'shib beradi. Va nima deymiz? DTMda bilamiz, mavzular juda ko'p. Va siz hozir DTM bo'yicha tayyorlanadigan bo'lsangiz, siz qaysi mavzuga fokus qilishni bilmaysiz va grantda nima tushishini ham bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham sizga aniq yo'l bu mana bu yerda hozir bizda list chiqib keladi. Aynan shu mavzular bizda kirish imtihoniga yordam beradi. Grant bo'yicha desangiz, grant bo'yicha mana bu yerda chiqib keldi. Bularni albatta o'rganishingiz kerak bo'ladi va hammasini yaxshi biladigan bo'lsangizgina siz albatta Westminsterga yaxshi ball bilan kira olasiz va grantga ham ikkinchi bosqichga o'tsangiz bo'ladi bemalol. Va bunga yana qo'shimcha yechim ko'rinishida biz diagnostika qilib ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni siz aniq diagnostika qilishingiz kerak shu mavzular bo'yicha yoki bo'lmasam qanaqadir mock test orqali siz test qilib ko'ring o'zingizni va shundan keyin siz o'zingizni albatta areas of improvement topasiz. Ya'ni siz qaysi mavzudan boshlashingiz kerak? Siz qaysi mavzularni takrorlashingiz kerak? Bularni hammasini ko'rib olganingizdan keyin albatta siz ishonch bilan imtihonga kira olasiz. Lekin siz bo'lmasam shunchaki apil-tapil qilib, shunchaki tayyorlanib kirib ketadigan bo'lsangiz, afsuski
40 olasiz, 45 olasiz, bu hattoki kirishga ham yetmay qoladi. 3-xatoyimiz. Bu albatta maxsus tayyorgarlik ko'rmaslik. Ko'pchilik shu jihatdan men ham albatta oddiy traditsion matematika kurslariga qatnaymiz. Bu repetitor bo'lsin, bu qaysidir o'qituvchi bo'lsin, shaharda nomi chiqqan yoki o'quv markazi bo'lsin. Ularga qatnab, biz traditsion aytganimizda DTM va milliy sertifikatga tayyorlanamiz. Lekin aynan Westminsterga kirishga yoki masalan Westminsterda grantga kirishga maxsus yechim hammada ham yo'q. Va shu sababdan men sizga keling 5 punktli bitta plan beraman va shu planni siz o'zingiz bajaradigan bo'lsangiz, bemalol albatta yaxshi ball va xudo xolasa grantga ham kirsangiz bo'ladi. Birinchi punkt. Bu albatta maqsadni aniqlab olish. Ya'ni sizni kuchingiz yetadimi aniq grantga kirishga yoki bo'lmasam sizda shuncha kontrakt kirsangiz ham bo'ladimi? Aniq qilib siz o'zingizga maqsad qo'ya olishingiz kerak. Imtihonni qachon topshirishingiz, necha ball olishingiz, shu bo'yicha aniq B nuqtangizni aniqlab olishingiz kerak. Ikkinchi punkt, bu A nuqtani aniqlab olishimiz shart. Ya'ni siz imенно hozir qayerdasiz? Sizni matematika darajangiz, IELTS darajangiz hammasi o'zi to'g'ri keladimi? Aniqlashtirib, ko'rib olib, diagnostika qilib olishimiz kerak. Diagnostika deganimizda sizga boya bergan listim orqali bemalol qaysi mavzularni qanchalik bilishingizni tekshirib olsangiz bo'ladi. Keyingisi bu albatta maxsus mavzular va maxsus misollarni ishlash. Nimaga maxsus deyapman? Men aynan boyagi Westminsterda tushadigan mavzular va aynan shunda tushadigan misollar darajasini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi bu har doim mock test va testlarni ishlab borish. Ya'ni siz B nuqtaga qanchalik qolganingizni ko'rib turasiz yoki bo'lmasam hali qancha borligini ko'rib turasiz. Shu sababdan har hafta kerak bo'lsa haftasiga 2 marta test ishlang, mock test ishlang, tushgan mavzularni va tushgan misollarni ko'rib chiqing. Beshinchisi va eng asosiysi bu intizom va buni takroran qilish. Xo'p, biz 3 ta hamma qiladigan xatolarni ko'rib chiqdik. Ularga yechimlarni ham ko'rdik. Oxirida 5 punktli planni ham oldik. Sizda endi 2 ta yo'l bor, 3 ta yo'l deylik. Birinchisi, bu albatta buni yozib chiqib, 1-2 hafta qilib, nimadir ko'rish. Ikkinchisi bu shunchaki videoni yopasiz, unutasiz. Uchinchisi bo'lsa, aniq tizimli tayyorgarlikka qo'shilish. Qanaqa tayyorgarlik? Bu Maths-Pro kursi. Boshida aytdim, bizda 100 tadan ortiq o'quvchilarga yordam berganmiz va 10 ga yaqin, undan ortiq desak ham bo'ladi, Westminsterga grantga kirgan o'quvchilarimiz bor. Va umumiy hisoblaydigan bo'lsak, grant o'quvchilarimiz $120,000 dan ortiq grantlarni saqlab qolishgan va oilalariga albatta yordam berishgan desak bo'ladi. Bu tizimli tayyorgarligimizda boyagi 5 punktli planimizni har bitta narsasini kursda ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bu diagnostikadan tortib haftalik mocklargacha va aynan Westminsterga to'g'ri keladigan maxsus mavzular, misollar hammasi albatta bizning kursimizda bo'ladi. Xo'sh, bu kursimiz o'zi kimlar uchun? Agarda siz Westminsterga self study qilib tayyorlanib, lekin qayerga yurishni bilmayotgan bo'lsangiz, Westminsterga grantga yoki bo'lmasam yaxshi ball bilan kirmoqchi bo'lsangiz va albatta intizom va nazorat etmayotgan bo'lsa, bu kurs maxsus siz uchun bo'ladi. Bu 2 oylik kursimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi Google formani to'ldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.